Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan sport chanallatlari videoni boshlamas turib arnaga kirkelib videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi channallar teqqani bizda bo'ladi. Do'stlar, Janibek Alimxanulu men Bahodir Jalolov turali video chiqarganimda ko'p odamlar durust tushunmay qapti. Qalacha ikkovi sparring suv mumkin, qalacha ringga chiqu mumkin do'stlar. Uning sababi Janibek Alimxanulu o'z ma'lumotnomasiында agar ma'gan jekpa-jekka chiqatin bokschi bo'lmasa, men eng og'ir salmoqqa o'tishimga to'g'ri keladi deb. Eğer to'g'ri kelетін bo'lsa, eng og'ir salmoq o'tетін bo'lsa, bizning birinchi qarshimiz Jalolov bo'lishi mumkin. Ya'ni Bahodir Jalolov do'stlar. 5-savr Janibek Alimxanulu men Anwar Nigamesning o'rtasidagi jekpa-jek bo'ladi. Astonada. Bilet qoni 25 mingdan 225 mingga дейін do'stlar. Janibek Alimxanulu Canelo men ayqashuv mumkinligini qat'iy shundoqda aytdi. Ushboxing sayti Qozog'istonlik Janibek Alimxanulu Meksikalik bokschi yulduzi Saul Canelo Alvarez bilan jekpa-jekka chiqishga mumkinligi jayli fikr bildirdi deb yozadi. Canelo men ayqasaman deb Janibekdan qochgan chempionning o'tiriga chiqib qoldi. Alvarez qarshilasi tanlovda o'ta muqiyat. O'rta salmoqda hozir shol daladag'iday quvonchliq bo'lib turganlikdan keybirovlar Janibekka super o'rta divizionga o't deb kengis beruvdi. Hozirgi tanda bu salmoqda Canelo ustunlik yetadi. Alimxanulu Meksikalik yulduz bilan judruqtashuv mumkinligini qo'na kelisaytin edi. Biroq o'kinishga qaray, Canelo qarshilasi tanlovda o'ta muqiyat. Eğer Alvarez seni o'zine loyiqli qarshilas deb sanamasa, seni men judruqtaspaydi. Saul tipti boks qavmdoshligi bir necha yil bo'yi ayqashuvni talab yetib kelajatgan David Benavides bilan judruqtaspay keladi. Endi eğer Canelo Benavidesdan qochib yursa, unda Alimxanulu men jekpa-jekka kelishuv soluv ne g'aybil deydi yozadi baslim. Sizlar men sport channallari bo'ldi. Arnaga kirkelib videoga like bosishni unutmangizlar. Eng so'nggi channallar teqqani bizda bo'ladi.